Goldga qarshi jang qiladi, face-to-face qildi. Doston Bozorov Gold Shahzod Do'sti Espanchik va tojikistonlik Fazliddin Madrahimov o'zbek bola bilan jang qildi va jangdan oldin kichik intervyu berdi ba'zi bir sportchilar. Kommentariyada barcha sportchilarimizga omad deb yozib keting. Video uchun bir donadan like bosib qo'ying. Hozirgina face-to-face tugadi. Shahzod Gold Espanchik xudo xolasa ertaga jang qilishadi. Bolalar nastroyi qalay? Bomba.
Shahzod kecha Xumariyani boshiga ko'tardi. Butun O'zbekiston muhokama qilyapti. Ertaga xuddi shunaqa shou ko'rsatsam. Inshaalloh, sochidan tortari yo'q faqat. Bobur Nasrlar qalay? Shuna zrelishni bo'y qilamiz. Tayskidorlarni ko'rsatamiz. Xudo Kalla xolasa. tiraganiga kallaga boshqa narsa chiqadi. Ikkalar raqiblar ozarbayjonlik bo'lib qoldi. Ikkita og'aynilar, ikkita og'aynilar. Og'ayn ekan ular. Og'ayni ekanmi ular? Og'ayniga og'ayni bo'libdi. Hammasi yurakdan duo qilib qo'yinglar bo'ldi. Yurakdan. Xudo xolasa. Bittasi uchun duo qilib qo'yinglar, baribir yutamiz inshaalloh. Xudo xolasa. Gazini bosinglar bolalar. Bizlarga qarab kirib borib shim duxulni padi boka. Abdumalik aka Taysinga nima maslahat berasiz? Omad endi ukamizga bitta dastoyni boy qiladi, O'zbekistonni udallarni ko'rsatadi. Tashga doktor, nasib inshaalloh barkan qoldi. Tugatamiz shuni. Nastoy yaxshi. Doston. Jatan bolaga o'xshamaysan-ku. Tayyormi? Hayal parisa. Ya bugun ani forma ham kiymasdan chiqqaninga tarazga. Yo'q, har xil. Bir xil hamma bilan bir xil bo'lmaydi. Shunga. Xumariyani Doston qaytish qiladi, xudo xolasa. Braziliyalik sportchi bilan jang tayyorgarlik Tailandda bo'ldi. Tayyorgarlik Tailandda yaxshi bo'ldi. Xudoga shukr, Vestan o'tdik. Vastanada ham yaxshi. Endi shu yerga Xudo xolasa kallalarni joyiga qo'yib, yaxshi bo'y ko'rsatamiz inshaalloh. O'tgan 50 daqiqa Xudo xolasa harakat qilamiz. Xuddi shunaqa qilib arenani portlatishga inshaalloh. Men bilaman nega bu titulli bo'y bo'lmayotganiga, endi baribir muxlislar uchun nimaga bu bo'y chempionlik kamari himoyasi emas. Xo'p, endi himoya bo'lmagan sababi biz zal bolalar bor. U bolalar poyez ko'rishga harakat qilyapti. Men o'zi poyezni olib, zashshab o'zi